Barselona muxlislari o'zi bilan Flickni kuzatib yurganlar. Endi ham Chempionlar Ligasini talab qilish kerak. Flick 3-mavsumi menimcha eng o'sha kuchga to'lgan tarkibga ega mana shu mavsum bo'lsa kerak va Barselona muxlislari o'zi bilan Flickni kuzatib yurganlar. Endi ham Chempionlar Ligasini talab qilish kerak. Hujumchi keladimi, kelmaydimi? Menimcha Davron aka o'sha boya aytganingizdek ikkinchi variant dedingiz, hujumchisiz. Shuncha mavsum Lewandowski bilan o'ynadi, bordi yarim finalgacha. Agar Barselona aytaylik Alvaresni olmaydigan bo'lsa va mana shu tarkib bilan davom ettiradigan bo'lsa, o'sha bir paytlar Pep qurgan Barselona yaqqol hujumchi yo'q, lekin jamoa ajoyib o'ynagan. Flick ham mana shu shablon yoki aytaylik qanday qo'llanma sifatida ishlatishi mumkin. Shu sababli Flickda hozir yoqimli bosh og'rig'i, qaysi futbolchini qo'yish, kecha Gordon chiqdi, 5 daqiqada 2 ta assist. O'zi ham gol kiritishi mumkin. Bu yoqda Rafinha. U tarafda Yamal hali o'zini formasini umuman tiklay olmagan, bir oy ham dam olmagan futbolchini tushunsa bo'ladi. Ham yosh. Yaqinda o'sha 19 yoshni nishonladi. Bu yerda o'sha shaxsiy hayot, o'yin kulgu hali formasini tiklamagan. Lekin tiklaydigan bo'lsa, asosiy muammo Barselonada baribir men hujumdan ko'ra himoya deb o'ylayman. Himoyani kuchaytirmaydigan bo'lsa, Yevropa, mana bu Davron akaning ortida turgan ba'zi bir klublarga qarshi o'yinlar juda qiyin o'tishi mumkin Chempionlar Ligasida. Lekin Flick 3-mavsum endi jiddiy o'sha talab qilsa bo'ladi yaxshiroq natijalarni. Yaxshiroq natija bu faqatgina Chempionlar Ligasi.